Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy Mudofaa fan-texnika universitetining Sharq Turkistondan o'quvchi qabul qilmoqchi bo'lishi diqqat qo'zg'adi. Qaharjon Qovulning onasi Xitoy o'g'limning o'limini 6 oy yoshirdi dedi. Xitoyning nazorat sistemasidagi asosiy uskunaning biri oshkorlandi. Shoir Abdurahim Parash haqida. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Xitay Xalq To'rining xabarida Xitoy Davlat Mudofaa fan-texnika universiteti bu yil Sharq Turkistondan 61 nafar o'quvchi qabul qilishni planlagan ekan. Xabarda bayon qilinishicha, bu 61 nafar o'quvchini qabul qilish planida g'ayri-qo'mondonlik turga 24 o'quvchi, qo'mondonlik turga 37 o'quvchi qabul qilinadi ekan. Shundaqla 60 nafar o'g'il, 1 nafar qiz o'quvchi ekan. Mazkur universitetning fan kasblari tabiiy fan, sanoat fanlari, harbiy ilm, boshqarish ilmi, falsafa, ixtisosshunoslik, qonunshunoslik, adabiyot qatorliq 8 turni o'z ichiga oladi ekan. Xabarda garchi Sharq Turkistondan qabul qilinadigan 61 nafar o'quvchining millat tarkibi aniq tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy millatidan bo'lmagan o'quvchilar qabul qilinmaydigan bu maktabga bu yil Sharq Turkistondan o'quvchi qabul qilinmoqchi bo'lishi diqqat qo'zg'amoqda. O'tgan yili Aqsuda lagerda jon uzgan Qaharjon Qovulning Turkiyadagi onasi Tojgul va ochisi Guljamalning bildirishicha, Xitoy doiralari Qaharjonning o'limini oilasidan 6 oycha yoshirgan. Oxiri ahvolni Beijingdagi Turkiya elchixonasining surishti qilishidan oshkorlashga majbur bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 22 yildan beri Turkiyada yashayotgan va Turkiya fuqarosi bo'lgan Tojgul Hamdullah o'g'li Qaharjon Qovul bilan eng oxirgi qatim 2017-yili 5-oyda Aqsu shahrida ko'rishgan. O shu qatim Turkiyaga qaytib kelib 2 oydan keyin, ya'ni 2017-yili 7-oydan boshlab o'g'li bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzilgan. Uning 2 yildan buyon o'g'lining izlarini elish uchun qilgan butun tirishchanliklari hech qanday unum bermagan. Tojgul Hamdullahning deyishicha, Qaharjon Qovul 1997-yili Turkiyaga kelib 1,5 yil turgan va kunalmagandan keyin yurt Aqsuga qaytib ketgan. Tojgul oldingi yili Aqsuga borganida o'g'li Qaharjonni takror Turkiyaga ko'chib kelishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, u yana Aqsuda yashashni tanlagan. O'g'lining oilasini beqishdan boshqa o'y xiyoli yo'qligini ilgari surgan Tojgul ko'p sondagi kishilar qatorida o'g'li Qaharjonga o'g'il qilinganligi va Xitoyning butun Uyg'ur millatining yashash haqqini dafsanni qilayotganligini bayon qilgan. Facebook, Twitter qatorliq taratqularda Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi do'kon, mahalliy komitet, idoralarning qo'g'dash bilimi qatorliq o'rinlarga bir tutash o'rlashtirgan uskuna ekanligi qayd qilingan 2 parcha surat tarqatildi va bularning kuzatish va nazorat qilish vaziyatini yoritib beradiganligi ilgari surilib, nurg'un qatim ham baharlanib, belgilik inkas qo'zg'adi. Muxbirning mazkur uskunalar haqida egilgan uchurlardan suratdagi uskunaning Jongshin shirkati tomonidan ishlangan bir knopka bilan saqchiq ma'lum qilish asbobi ekanligi ma'lum bo'ldi. Shundaqla buning Xitoy hukumatining Tinch Omon shahar supisi mulozimati deb atalgan bir tutash nazorat sistemasida qo'llanayotgan asosli uskunaning biri ekanligi oshkorlandi. Chinchuango Sharq Turkistonga partikom sekretari bo'lib tayinlangandan keyin Uyg'ur elida qo'llanayotgan yuqori texnikalik va keng ko'lamli ta'qib qilish sistemasining bu rayonni xuddi bir saqchi davlatiga aylantirib qo'yganligi dunyo axborotida ko'p qatim tilga ilinib kelmoqda. Xitoydagi sanoat bexatarligi vositachilik haqqi shirkati tomonidan elib berilgan bir statistikaga qaraganda 2017-yilning oldingi yarmida hukumatning Sharq Turkistondagi bexatarlik sohasiga solgan mablag'i 2015-yildagi 27 million dollardan 1 milliard dollarga o'rilgan. Ilgari Amerikadagi nopusliq jurnallardan Wall Street Journalda yuqorqi statistika naql elinib, atalmish Xinjiangdagi 12 kun Xitoydagi nazorat sistemasining kundalik hayotni vayron qilishi mavzuliq maqola e'lon qilinib, Urumchini yer sharidagi eng qattiq nazorat qilinadigan yer bo'lsa kerak deb bishorat bergan edi. Xalqarodagi nurg'un donglik axborot vositalarida Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonida ish qilayotgan yuqori fan texnikalik nazorat qilish sistemasi talash tortish qilinayotgan bo'lsa-mu, nazorat qilish sistemasidagi asosiy uskuna apparatlar texnik to'liq ochilmadi. Xalqaro inson haqlari tashkilotlari dunyoni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqini nazorat qiladigan yuqori texnikalik nazorat sistemasini taraqqiy qildiradigan tajribaxonasiga aylantirib qo'yayotganligi, bu sistemaning yolg'iz Uyg'ur rayonida emas, butkul dunyoda erkinlik tahdid soladiganligi bilan ogohlantirmoqda. Abdurahim Emin Parach 1975-yili Qashqar Fayzavot noyisining Qizilbo'yi yezisida tug'ilgan. 1995-yili oliy maktab imtihonidan layoqatli o'tib, ayni vaqtdagi Qashqar Pedagogiya instituti, hozirgi Qashqar universitetining siyosiy qonun fakultetiga qabul qilingan.
O 1997-yili 6-ayning 30 kuni, ya'ni Xitoy doiralari Hong Kongni o'tkazib olmoqchi bo'lgan kunning harpisi maktabdan tutqun qilinib, 40 kun qamoqda yotgandan keyin kommunistik hokimiyatga qarshi ideya va harakatda bo'lishga uringan degan jinoyat bilan hech qanday sud qilinmasdan 3 yillik kesilgan. O 2000-yili iyunda turmadan chiqib, 2013-yili ona yurtidan ayrilguchi bo'lgan jarayonda Xitoy saqchilarining tutqun qilish, tan jazosi va tahdidlarga har 3 oyda bir qatam uchrab turgan. Oxiri 2013-yili avgustda Xitoy o'lkalari orqali qochoq yo'llar bilan chet elga chiqib ketgan. Abdurahim Parash taxminan 1 yildan keyin Turkiyaga yetib kelgan. O Turkiyaga yetib kelgandan keyin 2015-yildan 2017-yilgacha Istanbulda Uyg'ur media qarmog'idagi Istiqlol to'rt televiziyasida ishlagan. 2017-yildan buyon ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarga munosabatlik uchur, xabarchilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Uning ilgari Tangritog', Tarim, Kiroran va Qashqar adabiyot qatorliq jurnallarda 100 parchaga yaqin she'r va yozmalar e'lon qilingan. 2018-yili Turkiyada Vatansiz kuy nomli she'rlar to'plamini nashr qildirgan. Üzüm erkin, ruhin hür emas. Sendeki o hiç gurur emas. Kenim de yok, Uygur'un keni. İsmin yalan, sen Uygur emas. Her sözümde bir zehir tamçı. Paydanğı yok, bir burdun ança. Kaldan kara, senin nimança. Demek haman, sen Uygur emas. Hıyanatan kaldı sırlık. Doğrusan mı, şunca yakınlık. Bolsan mı vay, gayet akıllık. Peylin kavan, sen Uygur emas. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.